Allah subhanahu va taolo biz mo'min musulmonlarni bir-birlarimizga tug'ishgan aka-uka ekanliklarimizni bayon etib, o'z oyati karimasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum turhamun. Sadaqallohul azim. Hujurat surasining 10-oyati karimasida albatta mo'minlar birodardirlar. Bas ikki birodaringiz o'rtasini isloh qiling. Allohga taqvo qiling, shoyatga rahm qilinsangiz deydi. Arab tili qonun qoidasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda innamal mu'minuna ikhwa. Ikhwa so'zi bu jamlik siyg'asida turibdi. Buni birligi axun bo'ladi. Axun degan so'z ikki xil ma'noni ifoda etadi. Tug'ishgan aka-ukalarni ham axun deydi, yor birodar do'st tutunib bir-birlari bilan go'yoki aka-uka bo'lganlarni ham axun deyiladi. Endi buni jamligi ikki xil ko'rinishda bo'ladi jamligi. Axunniki biri ixvatun bo'lsa, ikkinchisi ixvanun bo'ladi. Ixvatun degani haqiqatda tug'ishgan nasl va nasab bo'yicha aka-uka degan ma'noni ifoda etadi. Ixvanun bo'lsa, do'st, yor birodar, og'ayni tutunganlar haqida aytiladi. Qur'oni Karimning mo'jizasini qarangki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwatun. Ana, albatta mu'minlar bir-birlariga tug'ishgan aka-ukadirlar deyapti. Tutungan aka-uka emas ekan. Mana Qur'onning mo'jizasi. Dunyodagi barcha mo'min musulmonlar dini diyonat yo'lida, iymon e'tiqod yo'lida, taqvo yo'lida, ezgulik, amali solihlar yo'lida tug'ishgan aka-ukadirlar deyapti Allohning o'zi.